Shunaqa o'tirib o'qiysizlar keyin. Juda qattiq kirishamiz. Men shuni xohlayapman. Bir kun emas, bir kun erishaman bu narsaga. Bir kun emas, bir kun erishaman. Men doim kompromissga borganman hamma bilan. Hamma ishda, hamma narsada. Men chunki ustozlarim yoshligimdan shu uchun ham Xudo men bekorga pishirmaganda, shu bugungi kunlar uchun. Doim lekin kompromissga borganman. Sizlar kompromissdagi odamlarsizlar. Sizlar birinchi как будто qaldirg'ochsizlar. Sizlarga imkoniyat borda, qadrga yetmayapsizlar. Lekin dальнейший men tunagina aytdimki, maksimum 5 yil. Maksimum 5 yil. Undan keyin majburiy tartibda o'tiladi. Majburiy tartibda o'rganadi. O'rganadi. Xuddi boya men o'qituvchim peshonamga avtomat tirab turdi-ku. Yo borib dedi, o'ldirasan dedi, yo bo'lmasam sen o'ldiraman dedi. O'ldirsam tirik qolaman, o'ldirsa o'lib qolaman. No, unda imkoniyat borda tirik qolishga. Lekin hozir bu yerda qilmayman desam, o'zim o'qituvchim otib tashlash aniqda imkon bermayapti. Xuddi sizlarga hozir shunday o'qiysan, bo'lmasam diplom olmaysan, ishlamaysan desam borku, shunaqa yotib o'qiysizlar. Men o'sha yerda tirik qolish uchun, go'dak holimda bor energiyamni berganman. Va ular his qilgan o'sha yerda hammasi. Balkim men yaxshi o'ta olmagan bo'lishim mumkindir darsda. Lekin men harakat qilganligimni ko'rgan ular. Yashash uchun harakat qilganligim. Ya'ni как будто bunaqa tilda aytganda o'qituvchi bo'lib berishdagi ko'rsatib bera olishimni maksimal darajada qilganligimni ular ko'ra olgan.